Homidov Elyor Qoyiljono'g'li Sarmich qishlog'ida yashayman. Mana shu tadbirkorlik faoliyatimiz bilan mana shu bir 5 yil, 6 yildan beri shug'ullanib kelyapmiz. Mana shu tadbirkorligimizda bidanachilik prezidentimiz qarori bilan har bir oila tadbirkor dasturida Iddu parrandaga o't fermasidan Toshkent viloyatidan borib o'rganib kelgan edim. Muhtaram prezidentimizni mana shunday har bir oila tadbirkor qarorlari bilan mana shu boshlaganimga 6 yil bo'lgan bo'lsa, ro'zg'orimiz uchun yaxshi. Daromadi kunligiga 200 ming, 250 ming xarajatdan tashqari daromadini beradi. Shu 1000 ta, 1200 ta tuxumi bor har kuniga. Bunda mesela yildan yilga o'rganib, izlanib, mesela har yili o'zimiz jo'jasini istiramiz. Shu tabiiy o'zimizdan mana mahsulotlar, go'sht, kunlik uyda doimiy tuxum chiqib keladi. Xalqimizni shunday mana mahsulotlar bilan ta'minlab bozorlarga qo'ldan kelgancha yetkazib beryapmiz. Bunda yaxshi tomonligi masalan kasallikka chidamli, hech qanday bir ommaviy qirg'in yo'q. 0 dan 1 kunligidan tuxumda masalan 40 kunliga yetganda tuxumga kiryapti. Shunday ro'zg'orimiz obod. Birovdan anomimiz yo'q. Shunday qo'llab-quvvatlagan yordamlari bilan hokim yordamchisi tavsiyasining asosida menga 24 million so'm kredit ajratilgan edi. Shu kredit mablag'i bilan o'zimda karantindan keyingi holatlarga ham faoliyatimni qaytadan tiklab yo'lga qo'yib oldim. Ana shunday faoliyatlarimda masalan bunday daromadni masalan Gulistondan yem mahsulotlarini olib kelib uyda tayyorlayman. Masalan 1 kilo yegan yemiga masalan tan narxiga masalan 5 ming so'mga to'g'ri kelganda ham 200 ming so'mga yem beraman. 200-250 ming so'm o'ziga yana daromad beradi bizga. Har qanday yoz, qish, issiq, sovuq sharoitiga birday dosh beradi. Eng muhimi bu isitish tizimi o'zini o'zi isitib beradi. Bidanani soniga, xonani kattaligini tanlab olinsa bo'ldi. Hech qanday rasvot, tok, sevet talab qilinmaydi. Faqat yoritish uchun ekonom tizim yorib qo'yiladi bo'ldi. Bunga eng muhimi masalan tinchlik bo'lsa, mehnati yengil. 2 mahal, 3 mahal shunday doni beriladi, suv uzilmasa bo'ldi. Bu Xudoning bergan kuni har kuni yilda davomida 300 ta, 350 tagacha tuxum beradi. Eng sir tuxum hisoblanadi. Bir kunda 1,5 ming ta bo'ladimi? 1000 ta bo'lganda 100 ming. Bir kunda